Ma'rifat ulashib loyihasi yoshlar qalbiga nur bag'ishlayotgan, ularni ma'naviyat, kitob va bilim olamiga chorlayotgan ezgu amalga aylanib ulgurdi. Astraxan davlat texnika universiteti Toshkent viloyati filialida navbatdagi ma'naviy ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuv yosh avlodni kitob o'qishga, ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qilayotganligi bilan ahamiyatlidir. Ma'rifat ulashib loyihasini o'tkazishdan maqsad talaba va o'quvchilarni o'qishga qiziqtirish, badiiy savodxonlikni rivojlantirish hamda ularni vatanparvarlik va ma'naviy to'klik ruhida tarbiyalashdir. Rossiya Astraxan universitetini Toshkent filialidagi talabalar bilan uchrashdik. To'g'risi, garchi bu yerda ta'lim rus tilida olib borsa-da, lekin talabalarni o'zbek tilidagi chiqishlari, ularni adabiyotga bo'lgan muhabbati, she'riyatga bo'lgan muhabbati, bugungi kunda mamlakatimizda yangi O'zbekistonni bunyod etish borasidagi juda katta tarixiy o'zgarishlar to'g'risidagi bilimlari va juda katta bir ertaga mamlakatni rivojligida mening ham bir hissam bo'ladi degan bir qat'iy bir maqsadlar bilan, niyatlar bilan o'qib intilayotganligini bir guvohi bo'ldik-da. Umuman olib qaraganda bu loyihani qimmati, bu loyihani ahamiyati shundaki, u birinchi navbatda har bir yurakda vatanga bo'lgan muhabbatni alangalatadi. Ona yurtga bo'lgan sadoqatni ulg'aytiradi va kelajak sari yuksak bir maqsadlar bilan intilayotgan yoshlarga o'ziga xos ma'naviy ruh beradi, kuch beradi deb o'ylayman. Tadbirda yozuvchi Minhojiddin Mirzo, adiba Aygul Suyundiqova va shoira Nargiza Asadova ishtirok etishdi. Ularning samimiy muloqoti va ijodiy chiqishlari yoshlarda iliq taassurot qoldirdi. Adiblar o'z asarlarida namuna o'qib berar ekan, ularning mazmuni, undagi g'oya va hayotiy haqiqatlar haqida fikr yuritishdi. Filial ijrochi direktori so'zga chiqib, bunday tashabbuslarning dolzarbligini e'tirof etdi. U kitobxonlikni yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltiruvchi, ma'naviy dunyosini boyituvchi muhim omil sifatida ta'kidladi. Shuningdek, tadbir Qibray tumanidagi 25-sonli umumta'lim maktabi hamda Bunyodkor mahallasi hamkorligida o'tkazildi. Bu esa ta'lim va mahalla hamkorligining samarali ko'rinishi bo'lib, yoshlar tafakkurini boyitishga xizmat qilmoqda. Ziyolilar ogohlikka chaqirilib, kelajak avlod tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashish kerakligi bot-bot ta'kidlanmoqda. Yanada aniqroq aytsak, ma'naviyat hayot-mamot masalasiga aylanib ulgurdi. Shu nuqtai nazardan yurtimizda barcha ta'lim muassasalari, mahalla va guzarlarida ma'rifat ulashib loyihasi o'tkazilmoqda. Muxtasar qilib aytganda, kelajagini o'ylagan har qanday davlat yoshlariga imkoniyat va shart-sharoit yaratib beradi. Shuningdek, ularning ma'naviyatini yanada oshirish, ma'rifatini ziyoli bo'lib voyaga yetishida ham ko'makchi bo'ladi. Ma'rifat ulashib loyihasi ham odamlar bir xillikdan, ma'ruza tinglashdan charchagan yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi desak mubolag'a emas. Shu jumladan filialimizga taniqli adiblar tashrif buyurishdi. Tadbirimiz ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Adib ustozlarimizdan o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik. Tadbir yakunida adiblar bilan savol-javob tashkil etilib, eng faol kitobxonlar faxriy diplomlar va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Ma'rifat ulashib loyihasi yoshlar qalbida ezgulik urug'ini sepmoqda. Bunday tashabbuslar orqali bilim va ma'rifat qadri yanada yuksalib, kitobxon avlod shakllanmoqda. Chunki ma'rifat nuri tarqalayotgan joyda taraqqiyot barqaror bo'ladi.